Bolaligimda xonadonimizning to'rida oynavand kitob javoni bo'lardi. Kitoblar uchun maxsus ishlangan bu jihozning raflari kitob o'lchamida bo'lib, tekis yog'ochdan ishlangan edi. Kitob javoni mehmonxonamizga o'zgacha salobat baxsh etib turar, bu dunyoda biz uchun undan chiroyli, undan hashamatli uy jihozi yo'q edi. Mana shu sehrli kitob javoni atrofida o'ralashib yurib, kitobga oshno bo'ldim. O'qigan kitoblarim meni qo'limdan yetaklab, oliy o'quv yurtiga boshlab kirdi. Nufuzli korxonaning mas'ul vazifalarida ishlashga musharraf etdi. Katta-kichik davralarda so'z aytmoq saodatini berdi. Olim va fuzolar, ziyoli insonlar suhbatiga qo'shdi. Ozmi ko'p ularning e'tirofiga muyassar qildi. Qurgan mo'jazgina oilamda kitobxonlik muhiti qaror topdi. Mutolaa tufayli maslakdosh, fikrdosh farzandlarga ona bo'lish baxtini tuydim. Ana endi ota uyimdan tashrif keltirganu umrim davomida sotib olgan kitoblarim oddiy kitob raflariga sig'may qoldi. Yuragimda uyimga-yu ko'nglimga fayz bag'ishlaydigan zamonaviy ko'rkam bir kitob javoni yasatish istagi tug'ildi. Xullas, dam olish kunlarining birida chiroyli kitob javoniga buyurtma berish maqsadida uyga usta chaqirib, kitob javoni uchun mo'ljallangan joyni ko'rsatdik. Usta talablarimizni daftariga yozib olar ekan, nimagadir bizga ajablanib qarab qo'yardi. Oxiri sekingina savol berdi. Agar sir bo'lmasa, bu javonga qanaqa kitoblar qo'yasizlar? Badiiy, diniy, ma'rifiy, ilmiy, ommabop kitoblar, lug'atlar, darsliklar, jurnallar deya sanay ketdim men. Shunda usta biroz o'ng'aysizlanib, aybga buyurmaysiz. 25 yildan buyon mebelsozlik bilan shug'ullanaman, lekin birinchi marta kitob javoniga buyurtma olyapman dedi. Men bundan taajjublanmadim. Yog'och bilan ishlaydigan oddiy ustada nima ayb? Axir katta o'quv dargohlarida bolalar ta'lim-tarbiyasi bilan shug'ullanadigan o'qituvchilarimiz ham qo'liga darslikdan boshqa kitob ushlamay qo'yishgani bor gap-ku. Kitob javonlari haqida gapirmasa ham bo'ladi. Oynavand javonlarga billur idishlarni qalashtirib qo'yishni zeb bilganlar